Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roza Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağı 2021 yıl 4. ayının 17. günü. Vaziyetten gep kılsak hürmetlik vatandaş, 16. günü Japonya'nın veziri Güeyi Washington'a ziyaretke geldi ve Amerika Birleşik Ştatları'nın prezidenti Joe Biden bilen iki devlet başlıklarının söhbetini ötközdi. Azı qaraganda bütün dünya muşu söhbetke qarap durup atkandak. Şundak bir keyfiyat şekillendi. Vaziyet asaslığı şu. Bugün şunun münasebetlik bir parça leksiya sözleyimiz vatandaşım. Mavzumundak Amerika Japonya yuqori derecelikler söhbeti çünkü Kompartiya nima? Amerika Japonya birleşim bayanatı tünce qatam Tayvan meselesi tilg'ilindi. Beijing sakrashga başladı. Mavzuli xabar 4. ayının 16. günü Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Yaponiyaning veziri Güeyi 16. günü Aqsaroyda iki davlat rahbarlari suhbat o'tkazib, Jungoning xrislariga o'rtaq kuch chiqarib taqobil turdiganligini tilg'ilib, hamda Tayvan meselesi, Uyg'uriston meselesi to'g'risida to'xtaldi. Bu to'g'rida Jungo taraf sakrashga boshladi va qattiq norozi bo'lganligini va qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Yaponiyaning veziri Güeyi Aqsaroyda iki davlat boshliqlari suhbat o'tkazdi. Yaponiyaning veziri Güeyi bunday ko'rsatdi. İki taraf Tayvan meselesi, Uyg'uriston meselesi to'g'risida suhbatlashdi. Hamda Tayvan bo'g'ozi tinchligining, muqimlikning muhimligi to'g'risida o'rtaq tunush hosil qildik. Yaponiyaning veziri Güeyi ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Amerika Yaponiya Jungoning Hind Tinch okeani rayoni ve bütün dünyanın teşhiri ve güllenishi ko'rsatgan ta'siri to'g'risida cho'nqar muhokama olib bordik. İki davlat har qanday bir davlatning Sharqiy dengiz ve Janubiy dengizda qurol ishlatib, tahdid solib, hozirgi holatni o'zgartirish niyatida bo'ladigan bo'lsa, hamda Hind Tinch okeani rayonida boshqalarga popozi ishlatadigan harakatlarni qiladigan bo'lsa, biz buningga qat'iy qarshi turamiz. Jungoning Amerika turishliq bosh elchixonasi orbitida bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Tayvan, Hong Kong meselesi ve Uyg'uristonga chetishliq masalalar Jungoning ichki ishi. Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz ishlari Jungoning negizlik manfaatiga chetiladi kechiringlar. Aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Baş elçinin torbetida Amerika Yaponiyani ayıplab Asiya Tinch okean. Baş elçinin torbetida baş elçi Amerika ve Yaponiyani ayıplab Asiya Tinch okean rayonida bölgünçilik bilan shug'ullanyapti deb ko'rsatdi. Kechiringlar yuqorqi mujmallikka.